Yolg'iz Allohdan o'zga iloh yo'q. Uning sherigi yo'qdir. Mulk unikidir. Hamd ungadir. Tiriltiruvchi ham, o'ldiruvchi ham o'zidir. U zot har narsaga qodirdir. Yuqorida sanab o'tilgan qoidalarga haqiqiy amal qilganlar shak shubhasiz o'zi ham tijoratchi bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak qo'llarida tarbiya topgan sahobalar avlodidir. Ularning hayotiga nazar solib, haqiqiy tijoratchi qanday bo'lishi haqida saboqlar olamiz. Inshaalloh ushbu kitobdan oladigan saboqlarimiz halol harom aralashib ketgan bugungi kunda islom axloqiga muvofiq tijorat qanday bo'lishi kerakligini bizga o'rgatadi. 3-qism. 1-bo'lim. Johiliyat davridan saodat asrigacha tijoriy hayot. Makka tijorat markazi. Makka shahri islom ilk yoyilgan, insoniyat ilk bor qo'nim topgan zamindir. Jannatdan yer yuziga tushirilgan odam ato bilan momo Havvo uzoq ayriliqdan so'ng bir-birini Arafot tog'ida uchratib qolganlar. Keyin esa inson nasli davom etishi uchun Muzdalifada qovushganlar. Shuning uchun Makkaga Batrul Arud, yer yuzining kindigi, Ummul Quro, shaharlar onasi kabi nomlar berilgan. Bu fazilatlar tufayli Makka-i Mukarrama boshqa hech qaysi shaharga nasib qilmagan qadr-qiymatga egadir. Yer yuzining ilk sajdagohi bo'lmish Ka'ba-i Muazzamaning bino qilinishi bilan Makkaning qadr-qiymati yanada ziyoda bo'ldi. Nuh alayhissalom davrigacha ana shu maqomni saqlab kelgan Makka shahri to'fondan so'ng insonlarning yodidan chiqib ketdi. Oradan 1000 yillar o'tib bu yer Qur'on ta'biri bilan aytganda ekin o'smaydigan vodiyga aylandi. Bu hol Ibrohim alayhissalom o'z ahlini tashlab ketgunlaricha davom etdi. Ibrohim alayhissalom ilohiy buyruq bilan Falastindagi Hilol shahridan zavjalari Hojar onamizni hamda chaqalog'i Ismoilni qotib qolgan vulqon tog'lar bilan o'ralgan shu yerga olib kelib joylashtirdilar. O'sha vaqtdan boshlab bu hudud o'zgacha tusga kirdi. Hojar onamizni Alloh taologa butkul tavakkul qilib taslim bo'lishi, g'ayrat shijoati, suv izlab qilgan sa'y-harakatlariga mukofot o'laroq hayot manbai bo'lmish Zamzam suvi in'om qilindi. Yaman tomondan kelgan Jurhum qabilasi shu yerga joylashgach, bu yerlar qayta harakatga keldi. Bu harakat o'sha kundan buyon to'xtagani yo'q. Ba'zi arxeologik qazilmalar paytida qo'lga kiritilgan ma'lumotlarga ko'ra, yer yuzi vujudga kelgan paytda Makka va uning atrofi yam-yashil bo'lgan. Ammo to'fondan keyin o'zgarishlar yuz berib, mazkur yam-yashil joylar atrofi vulqon otilib turgan qoyalardan tashkil topgan katta-kichik tog' va tepaliklarga aylangan. Bu tog' va tepaliklar Ka'baning 4 tomonini o'rab turibdi. Makka shahrining atrofida 5000, haram hududida 7000 tog' bor bo'lib, ularning jami adadi 12000 atrofidadir. Geografik joylashuv shunday bo'lgani uchun Makkada na dehqonchilik qilish uchun dalalar, na chorvachilik qilish uchun qir-adirlar bor. Bu hududda yashaydigan aholini tirikchilik qilish uchun yagona chorasi tijorat edi. Makkalikning tijorati chetdan mol olib kelib o'z xalqiga va hajga kelganlarga sotish bo'lgan. Shuning uchun bu yurtdagi tijoratning tarixi juda qadimga borib taqaladi. Arablarning yagona tirikchilik vositasi bo'lgan tijorat bu yerda shu qadar rivojlangan ediki, hudud diniy markaz bo'lishi bilan birga tijoriy markaz xususiyatiga ham ega edi. Bu o'lkada turli vaqtlarda maxsus savdo mavsumlari bo'lib o'tar. Ular bugungi kundagi xalqaro tijorat ko'rgazmalariga o'xshab ketar edi. Savdo mavsumida bu yerga Hijoz tijoratchilari bilan bir qatorda Yasrib, ya'ni Madina, Toyif, Shom, Busro, Yaman, Hindiston, Habashiston, Fors, Rim va hatto Xitoy tijoratchilari ham tez-tez kelib turishar. Katta-katta mablag'li oldi-sotdilar bo'lib o'tar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning 5-bobolari Qusay ibn Kilob Makka boshqaruvini o'z qo'liga olgandan keyin hududda qadimdan joriy bo'lib kelayotgan tijoriy harakat o'zgacha tus oldi. Qusay ibn Kilob makkaliklarning bozorlarda chetdan keladigan tijoratchilarni kutib olib, ular olib kelgan mollarni sotib olar. Ko'pincha bu savdo-sotiq chakana savdoga aylanib ketardi. Kuchli rahbar bo'lgan, Quraysh tarixida juda katta ishlarga qo'l urgan Qusay farzandlarini ham tijorat sohasida faol bo'lishini ta'minladi. O'sha paytda sodir bo'lgan bir hodisa vaziyatni yanada rivojlantirib yuborgan. Gap shundaki, Qusay habashistonlik bir tijoratchi bilan ba'zi masalalar yuzasidan bahslashib qoldi. Oradagi bahs janjalga aylandi. Qusay tijoratchini o'ldirib, uning mollarini tortib oldi. Bu hodisa chetdan kelgan tijoratchilarga ba'zi qoidalarga ko'proq ahamiyat berish uchun o'ziga xos ogohlantirish bo'ldi.
Qusay vafot etgach, uning tijoriy faoliyatini farzandlari Abdumanof, Abduddor va Abdul-Uzzolar davom ettirib, o'zlarining bozordagi yaxshigina nufuzga ega ekanini namoyon qilib qo'yishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bobosi Abdulmuttolibning otasi Hoshim ham Makkaning tijoriy hayotiga yangilik kiritdi. U birinchi bo'lib xalqaro tijoratni yo'lga qo'ydi. Endi makkaliklar faqat chetdan olib kelingan mollarni sotib olishdan tashqari, o'zlari ham Makkaga mol olib keladigan, bugungi kunning ta'biri bilan import qiladigan tijoratchilarga aylanishdi. Hoshimning asl ismi Amr ibn Abdumanof edi. Aynan xorijiy mamlakatlar bilan aloqalar o'rnatgani uchun uni Hoshim deb atay boshlashdi. Hoshim ibn Abdumanof Qur'onda zikr qilingan. Ilaf muassasasini tashkil qilib, ta'bir joiz bo'lsa, hududning tijoratiga yangi tizim olib kirdi. Ilaf so'zi ahd, kelishuv va talabga binoan berilgan ozodlik ma'nolarini bildirib, Makkaning aslzoda, boy kishilari qo'shni davlatlarning rahbarlari, qirol va qabila boshlari bilan olib borgan tijoriy kelishuvlarini anglatadi. Bu kelishuvlarga ko'ra Hishom Vizantiya qiroli Qaysar bilan, Hishomning ukasi Muttolib esa Yaman qiroli bilan, ikkinchi ukasi Abdushams Habashiston qiroli bilan, uchinchi ukasi Navfal esa Eron qiroli bilan ishonchli tijoriy zamin barpo qilishgan. Shu tarzda mazkur hududlarga bemalol tijoriy safarlar uyushtirilgan. Mavsumga qarab, qish oylarida Yamanga, yoz oylarida Shomga, Suriyaga tinimsiz qatnab, juda katta daromadlar topilgan. Bu esa Makkaning rivojlanishiga, aslzodalarning yanada boyishiga sabab bo'lgan. Hoshim yo'llardagi qabilalar bilan kelishib, tijorat karvonlarini xavfsizligini ham ta'minladi. Olib borilgan kelishuvlarga ko'ra, karvon yo'lidagi qabilalarning mollari bo'lsa, ularni bozorga bepul olib borishga, sotib bo'lgach, pullarini berilar yoki foydadan hissa berilib, yo'l xavfsizligi ta'minlanib, ularni daromadga sherik qilishar edi. Bunday kelishuvlar makkaliklarga ham, karvon yo'lidagi qabilalarga ham foydali edi. Ushbu tijoriy safarlar makkaliklarga ham moddiy, ham ma'naviy foydalar keltirardi. Bu faoliyatlar shu darajaga yetib borgan ediki, makkaliklar qo'shni davlatlarni o'z yeridek ko'rishar. Bu yurtlarni davlat arkonlari bilan juda samimiy aloqalar o'rnata olishar edi. Mazkur safarlar jarayonida Hoshim Falastinning G'azo shahrida, Muttolib Yamanning Radmon hududida, Navfal esa Iroqning Salmon hududida vafot etishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning otalari Abdulloh ham Yasrib, Madina shahrida, Usmon ibn Affon roziyallohu anhuning otasi Affon ibn Abul Os Suriyada, Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhuning otasi Avf ibn Abduavf Yamanda vafot etganlarini e'tiborga olsak, o'sha davrlarda tijorat safarlari qanchalik rivojlanganini ko'ramiz. Makkadagi bu tijoriy hayot payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bolalik va o'smirlik davrlarida ham shu maromda davom etdi. Milodiy 610-yili Makkada nubuvat yoyilgan vaqtda ham hududning yagona tirikchiligi tijorat edi. Islomni qabul qilganlar orasida ham, unga qarshi bo'lganlar orasida ham tijoratchilar bor edi. Xususan, islomga qarshi bo'lganlar qo'lga kiritgan tijoriy daromadlarini, aloqalarini yo'qotmaslikka harakat qilishardi. Ayni paytda islomni qabul qilgach, bor imkoniyatlardan to'liq foydalanib, daromadini Alloh yo'lida sarf qilishga haris bo'lgan tijoratchi sahobalar ham bor edi. Shuning uchun haq bilan botil o'rtasidagi kurash o'sha davr sharoitida ma'lum darajada tijoratchilar orqali olib borilgan desak, aslo mubolag'a qilgan bo'lmaymiz.